Ayol kishi tillasini sotib bo'lsa ham qiyin vaziyatdagi eriga yordam beradi. Men bunga ishonaman, ko'rganman, eshitganman. Endi erkak kishi har xil vaziyatlar bo'ladi. Ba'zan qarzdor bo'lib qoladi, ishlari yurishmaydi, bankrot bo'ladi. Mana shu paytda ayol o'zini tillalarini sotib, dadasi mana shuni olingda ishlating deydi. Bu narsani fidokorlik deydi-da. Ayol kishi o'zini mol-mulkini eri uchun, oilasi uchun fido qilishligi. Biz erkaklar bu narsani qadriga yetishligimiz kerak aslida. Boshingizga bu sinov tushmagan bo'lsa ham, ishonavering, sizni ayolingiz ham xuddi shunaqangi o'zini tutadi. Zarurat bo'lsa, iloyim zarurat bo'lmasin. Shuning uchun men tavsiya qilgan bo'lardim, agar imkoniyatinglar bo'lsa, hurmatli aka-ukalar, vaqti bilan ayolingizga tilla taqinchoqlarni olib, hadya qilib bersangiz, Xudo ko'rsatmasin, qachondir bu narsalar sizni o'zingizga zarurat paytida qaytishligi mumkin.